Nima qilib beray? Bering dedim-ku, yo'q qilib. Bilaverlar. Xo'p. 3000 dollarni boshlanishi 5 millionni berib turaman. O'ldirib turib, yo'qoladigan paytda olib kelib turib, zakaz tashib beraman. Bo'laveradi. Go'yo bu voqealar faqat kinolarda bo'lishi mumkin, ammo bu safar ssenariy hayotda yozildi. Sobiq turmush o'rtog'idan qutulish uchun yollanma qotil izlagan ayol buning evaziga 3000 AQSh dollari to'lashga ham rozi bo'ldi. Ammo u buyurtma qilgan qotillik amalga oshmadi. Aksincha, puxta o'ylangan jinoyat rejasi huquq-tartibot idoralari tomonidan fosh etildi. Respublika bo'ylab davom etayotgan Xavfsiz va sog'lom yurt tezkor profilaktik oyligi doirasida Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati, uning hududiy bo'linmalari hamda viloyat prokuraturasi xodimlari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbir natijasida yollanma qotillikka buyurtma berish jinoyatining oldi olindi. Tezkor ma'lumotlarga ko'ra, Asaka tumanida yashovchi 1974-yilda tug'ilgan ayol o'zi bilan birga yashayotgan 1972-yilda tug'ilgan sobiq turmush o'rtog'ini uy-joy mojarosi tufayli qasddan o'ldirishni rejalashtirgan. Shu maqsadda u 3000 AQSh dollari evaziga yollanma qotil izlay boshlagan. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirga shartli yollanma qotil jalb etildi. Ayol jinoyat rejasini tezroq amalga oshirish niyatida joriy yilning 10-iyul kuni Asaka tumanidagi turar joy majmualaridan biri oldida qotil bilan uchrashib, dastlab 5 million so'mni topshiradi. Qolgan pulni esa sobiq turmush o'rtog'ining o'lgani tasdiqlangach berishini aytib, bu haqida tilxat ham yozib beradi. Shundan so'ng tezkor tadbirning navbatdagi bosqichi boshlandi. 11-iyulga o'tar kechasida shartli yollanma qotil ayolning sobiq turmush o'rtog'ini Asaka tumanidagi Adirlik hududga olib borib, go'yoki u o'ldirilgandek grim yordamida sahna yaratadi va buyurtmachi ayolni voqea joyiga chaqiradi. Ayol jasadni ko'rib, qotillik amalga oshganiga ishonch hosil qiladi. Kelishilgan pulni berish uchun avtomashinaga o'tirgan vaqtida esa huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari tomonidan ashyoviy dalillar bilan qo'lga olinadi. Mazkur holat yuzasidan sobiq erini qasddan o'ldirmoqchi bo'lgan ayolga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 25 orqali 97-moddasi 2-qismi I bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Erimdan qutulish uchun yollanma qotilga 3000 dollar berishga kelishdik. 5 millionini berdim. Qilgan ishimdan pushaymonman. Kechirishinglarni so'rayman. Inson hayotiga suiqasd qilish eng og'ir jinoyatlardan biri. Amaldagi qonunchilikka ko'ra qasddan odam o'ldirish jinoyati uchun umrbod ozodlikdan mahrum etish jazosi ham qo'llanilishi mumkin. Gulzira Rustamova, Nasibila To'rajonov, Zamon informatsion dasturi uchun.